Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan number metodlari bo'yicha 15-darsimiz va bugun ko'radigan metodimiz max metodi bo'ladi. O'tgan darsda minni ko'rib o'tgandik. Max xuddi shuni teskarisi. Berilgan bir nechta sonlar orasida eng kattasini qaytaradi. Bu ham arraydan emas, lekin min funksiyasi ham max funksiyasi ham arraydan qaytarmaydi. Shunchaki berilgan bir nechta sondan min eng kichigini qaytaradi, max eng kattasini qaytaradi. Uni kopirovat qilib olaman, tekshirib ko'ramiz to'g'ri. Yuzaga tashlayman. Konsol logga max metodi chaqirilgan va 5, 2, 9 qiymatlari berib yuborilgan va ikkinchi qatorda ham max metodi chaqirilib 10, -3, 4, 0 qiymatlari berib yuborilgan. Terminalga ishga tushiraman. numbers.js deb ishlatadigan bo'lsak, birinchi qatordan 9 chiqyapti, chunki 5, 2, 9 ichida eng kattasi bu 9 va ikkinchi qatordan 10 chiqyapti. 10, -3, 4, 0 ichida eng kattasi bu 10. Buni kommentariya qilaman va keyingi kodni olamiz. Faqat bitta sonni o'zi bo'lsa, bu ham minga o'xshab sonni o'zi bo'lgan taqdirda o'sha sonni o'zini qaytaradi. Agar bitta qiymat berilsa, o'sha sonni o'zini qaytaradi mana. Kommentariya qilaman buni ham. Va keyingisi hech qanday qiymat bo'lmasa, shu yerda mindan farqi bor. Biz ham minda bo'sh qo'ydi qoldiradigan bo'lsak, hech narsa bo'lmasa, bu bizda infinitini o'zini qaytaradi ana. O'tgan darsda ko'rgan infinitini o'zini qaytaradi. Max esa minus infinity qaytaradi. Infinitini o'zini emas. Ishga tushiramiz mana. Minus infinity chiqyapti. Va keyingi kod stringdagi sonlar. Bu ham min bilan deyarli bir xil, foiz bir xil desa ham bo'ladi, faqat max kattasini topib berishi farq qiladi. 3, 1, 9 esa eng kattasi 9, ya'ni string ichidagi sonni raqamga aylantirish muammo emas number metodlari uchun. Ishga tushiramiz mana. Eng kattasi 9. Ma'lumot turini ham number qilib berdim. Men terminalimga stringlar oq rangga chiqaydi, sariq rangga chiqsa bu number hisoblanadi. Number ma'lumot turi hisoblanadi. Buni kommentariya qilaman va keyingi kodni olamiz. Ya'ni qiymatni to'g'ri bo'lsa ishga tushiramiz. Bu ham minga o'xshaydi. Bitta harf tushib qolsa ham tamom. Ishdan chiqadi, ya'ni not number xatoligini qaytaradi, son emas degan xatolikni qaytaradi. 3, 5, 7, 3, 5 berilgan va bu yerga o'rtaga a tushib qolgan, shuning uchun ham a ni raqamga aylantira olmaydi. Bu kodni ishga tushiramiz. Mana not number xatoligi chiqdi. Bugungi dars shundan iborat edi. Hammaga rahmat.